Hello everyone, complex sentence structures for task 1, a 30-day challenge, day 4. Let's go on then. Xo'p, bugun o'rganmoqchi bo'lgan strukturamiz claim the first, second, third spot in terms of x, ya'ni x jihatidan birinchi, ikkinchi yoki uchinchi o'rinni egallash, olish degan struktura. Explanation. This structure is used to describe a particular rank a figure in the chart occupies. Endi o'zbekchasiga o'qiydigan bo'lsak, bu struktura chartda berilgan ma'lum bir figuraning egallagan o'rnini tasvirlash uchun ishlatiladi. Misol uchun, bu yerda ko'radigan bo'lsak, thermal power birinchi o'rinda egallab turibdi 1980-yilda. Mana birinchi o'rinda turibdi. Nima jihatidan? Electricity production, elektr ishlab chiqarish bo'yicha Fransiyada. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, mandarin 2020-yilda nechinchi o'rinda turgan ekan? 3-o'rinda turgan. Nima jihatdan? O'rganuvchilarni, o'tilni o'rganuvchilarni soni bo'yicha. Endi keling example sentencelar ko'ramiz, yaxshiroq tushunish uchun. In 1980 thermal power, ya'ni bu graf haqida gap tuzilyapti. Thermal power claimed the first spot in terms of electricity generation. Electricity generation degani electricity production da sinonim hisoblanadi. Electricity ishlab chiqarish jihatidan thermal power birinchi o'rinni nima qildi? Egallabdi. Claimed the first spot in terms of, mana biz bugun o'rgangan struktura. Claimed the first spot. Nima qilgan holda? Accounting for around 130 terawatt hours. Accounting for rosa ko'p ishlatiladi. Bu ham to'g'ri kelish degan ma'no beradi. Ya'ni 130 terawatt hours ga to'g'ri kelgan holda. Endi bu figura haqida gap ko'ramiz. In 2030, mandarin is expected to claim the second spot in terms of popularity. Mashhurlik jihat mandarin 2030-yilda taxmin qilinyapti ekan, ikkinchi o'rinda olishi, ya'ni ikkinchi o'rinda turibdi mandarin. Mana bu yerda oxirgi o'rinda turuvdi, sekin o'sib 2030-yilda birinchi o'ringa chiqishi kutilyapti ekan. Among language learners, ya'ni til o'rganuvchilar orasida. Nima bilan? With figures growing to around 580 million. Ya'ni figuralarda 580 millionga o'sishi bilan, mana taxminan 580 da turibdi ko'rayotgan bo'lsangiz. Faqatgina line grafga emas, pie chartlarga ham tushadi. Misol uchun, bu nimani ko'rsatyapti? Oil, gas, natural akin coal'larni USA'dagi energiya manbai sifatida o'ynagan rollari haqida ekan. Keling gaplarni ko'ramiz. In 1990, coal claimed the third spot in terms of importance. Muhimlik jihatidan nechinchi o'rinda olibdi? 3-o'rinda olibdi. Nima sifatida muhimlik? Source of power, energiyaning manbai sifatida. Nima qilgan holda? Making up 27% of the total. Ya'ni bu haqida gapiryapti. Mana 1990-yilda coal 3-o'rinda egalladi muhimlik jihatidan. Energiya manbai sifatida 27%ni, umumiy 27%ni tashkil qilgan holda making up, tashkil qilish degan ma'no beradi. Keyingi gapni ko'ramiz. In 1980-yilda, ya'ni bu graf haqida gap ketyapti. Natural gas claimed the second spot in terms of energy provision. Energy provision nima degani? Energiya yetkazib berish. 1980-yilda natural gas ikkinchi o'rinda turar ekan energiya yetkazib berish bo'yicha, ya'ni 26. Birinchi o'rinda 42% bilan oil turibdi, ikkinchi o'rinda 26% bilan natural gas turibdi. Energy provision jihatidan. Nima qilgan holda? Accommodating degani qoplash degan ma'noda kelyapti bu joyda. Qoplagan holda 42% of the energy needs in America. Amerikadagi energiya muhtojligini 42%ni qoplagan holda nechinchi o'rinda olibdi? 2-o'rinda olibdi. I hope it was useful. That's a very useful grammatical task 1 sentence structure. Ishlatinglar ko'proq bo'ladi, ko'proq ishlatsangiz esingizda qoladi. I hope it was useful. Thanks for watching. See you next time. Bye.